Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024 yılı 3 ayının 24 günü yakshanba tushdan keyin 1942 yılı yüz vergan Stalingrad urushi dünya urush tarixidagi bir cho'ng urush. Shu yilni yilning oxiridaroq Germaniya armiyasi, ya'ni Nemis armiyasining bir tank batalyoni Stalingradga qarshi, shaharga qarshi oldingi safda hujumga o'tishga buyruq berilgan vaqtda bu tank batalyonining asosan degidek hamma tankisi kerak ekanmagan, pala cho'p qolgan, ishlamaganda bu Germaniya oldingi safdagi Germaniya armiyasining komandirlarini aloqasida qilib o'tgan gap. Shuning bilan bular tekshirish tushgan gaplarni nima bo'ldi deb. Urush deganda vaqt intayin muhim. 1 saat, 10 minut, 1 minut ve hatta 1 sekund intayin muhim. Ama şu vaqtdagi urush Germaniya armiyasining mag'lubiyati bilan oxirlashgan gap. Endi nemishqa bu Germaniyaning shu vaqtdagi hali ham Germaniyaning injenerlari dunyoda oldingi qatorda. Shu vaqtda Germaniya armiyasining tanklari eng ilg'or, Germaniyaning injenerlari eng chevar, intayin usta birini yasashqa, hem chidamliq yasaydi. Shundaq turib nemishqa bu tanklar ishlamay qoladi. Tekshirish orqali Germaniya armiyasining injenerlari masalani bayqagan gap. Ya'ni shaharning sirtidagi cho'plikda uzun mezgil yoz peti ishlatilmay turib qolgan tanklarning orasiga chashqallar uv tutib, bu chashqallar tanklarning to'qsim yo'llarini chaynab yeb ketgan gap. Bunun neticesinde tanklar ışık kelmegen gap. Masalani bayqab, onu o'ngshab, oldin sapqa avatkicha bular urushda atakaga o'tishdan yoki hujumga qaytarib zarb berishdan mahrum qolgan gap. Shunga shu qitimliq urushda chashqallarma Sovetlarga bo'lashdi, Nemis armiyasini mag'lub qildi degan gaplar chiqqan gap. Men nemishqa bu gapni deyman? Bu gap Morgan Housel'ning pulning psixologiyasi degan kitobida bor gap. Xo'sh, avtor demakchiki, ya'ni Morgan Housel demakchiki, mana mushundaq sen hayotdagi ishlarni har qancha o'ylasangmi, planlasangmi, xuddi Germaniyaningki askeri injenerlari tankininki tok yo'lining chashqallar tarafidan yeyilib, üzülüp palachalga tushib qilishini o'ylayolmaganidek, ular har xil ehtimollikni o'ylagan bilan bu xil ehtimollikni o'ylayolmagan gap. O'ylab ketmagan. Biz hayotimizda nurg'un narsalarni o'ylaymiz, ammo biz o'ylayolmaydigan, o'ylab bo'lolmagan ba'zi tasodiflarga duch kelib qolamiz. Biz o'ylash uchun pul yig'ishimiz mumkin, mashina olish uchun pul yig'ishimiz mumkin, pensiyalik uchun pul yig'amiz. Ammo tasodifiy o'ylamagan xuddi Germaniya armiyasining tanklarini chashqallar Tokyolarni yeb ketib palachalga tushirib qo'ygandek, hayotimizda ashundaq bir xil biz ba'zi bir xatoliklarni o'tkazib qo'yishimiz, o'ylab bo'lolmagan tasodiflarga uchrab qolishimiz mumkin. Mayli qandaq bo'lishdan qat'iy nazar, biz pul muomala masalasiga kelgan vaqtda bizningki yiqqan pulimiz ma'lum maqsad uchun bo'lsin, masalan, o'qish uchun, o'ylash uchun bo'lsinmi, ammo yana o'ylamagan tasodiflar uchunmi, yana yig'ib qo'yishimiz kerak. Masalan, 1870-yildan bu yana Amerikaning paychigi bozorda o'tirib hisob bilan 2020-yildan keyingi surib qarasa, 100 necha yillik, 1,5 asrlik paychigi tarixida o'tirib hisob bilan paychigi mablag' sog'anlarning yoki silingan mablag'ning yillik o'tirchi qaytib kelish nisbati 6,18% bo'lgan. Bu 6,18% ba'zi odamlar qo'pib $1000 salsam nayt kelsa 7 dolar atrofida pul bo'ldi ekan-ku deyish mumkin. Ba'zi odamlar shuni deyish mumkin. Ammo bu yerda o'tgan qitimda deganga o'xshash jug'lanma ta'siri intayin muhim. Ya'ni ma'lum bir pul muomala aksiyasi uzun mezgil 6,18%dan payda ep keliversa,
uzun yıl qo'ygan vaqtda buning jug'lanma ta'siri nihoyatda cho'ng bo'ladi. Xuddi heliqi fan texnika shirkatlarining paylarini ep qo'yib, az chaqda pulini siqib ep qo'yib, oxirida o'lib ketgan chaqda 12 million dollar pulni jamiyatga qo'yib qo'ygan Ronald Reid degan odamning hikoyasi o'xshash. Ya'ni Aptor yani bu kitobda Warren Buffett'ni Bill Gates'ni misol qilib so'zlaydi. Deydiki, bu kishilar xatarga muayyan o'rin qo'ygan. Hamma narsani doğru tikib etmagan. Hamma narsani mablag'ini ba qo'lida bor mablag'ini pul topaman deb ishlatmagan. Yanada muayyan bir ehtimollik uchun naqd pulni qo'yib qo'ygan deydi. Hatto Bill Gates'ning misolini olgan. Ya'ni ular o'zlari o'ylamagan, kutilmagan bir voqea hodisalarning o'ziga cho'ng zarb berib kelishdan ansirab, qo'li bor narsaning hammani mablag' qilib silvatmagan yoki xajlatmagan bir qism pulni tutib turgan deydi. Demak, bu yerda nima demoqchi desa, Aptor mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ma'lum plan uchun pul yig'ishi mumkin. Ammo o'ylamagan ishlar sening o'ylaganingdek bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'ylagan ishingninki reallikdan amaliy shu ish bo'lgan vaqtda, ma'lum bir ish yuz bergan vaqtda sening o'ylaganing bilan amaliy bergan ishning o'rtasidagi farq ba'zi favqulodda cho'ngib ketishi mumkin. Sen uni qabul qilmasliging mumkin. Shunga ikkinchi bir planing bo'lsin, plan A bo'lsin, plan B bo'lsin, yoki birinchi plan bo'lsin, ikkinchi plan bo'lsin. Mayli, nima bo'lishidan qat'iy nazar, pul yig'ish uchun pul yig'ig. Sen hozir pensiya bilan pul qo'yapsan, men pensiyaga chiqqan vaqtda hozir o'tir hisob bilan mancha %'dan kelsa, men pensiyaga chiqqan vaqtda, ya'ni 20 yildan keyin pensiyaga chiqsam, qo'limdagi pul mancha million bo'ladi deb o'ylashing mumkin, lekin shu vaqt kelgan vaqtda undaq bo'lmasligi mumkin, nurg'un narsalar o'zgaradi demakchi. Ya'ni ya bu Aptor yana bir Harvardning psixologi Daniel Gilbert degan odamningki bir kitobida bir misollarni olib, ya'ni xato tuyg'uning ham xiyolning tarixi deydigan. Ya'ni odamlar hammamiz muayyan ham xiyolning ichida yashaymiz deydi. Ya'ni aqlimizni topgandan tortib toki bo'shdan balki mazarga bag'cha hammaylar muayyan ham xiyol, xato tuyg'u bilan yashab qolamiz, qaror chiqarib qolamiz deydi. Hammaylar hayotimizda nurg'un narsalarni o'zgartimiz deydi yoki o'zgarishga majbur bo'lamiz deydi. Ya'ni o'tgan yashab ma'lum nuqtaga kelgan vaqtda kechmishga, o'tmishga baqsaq, o'zimizning qanchalik o'zgarganligini, taraqqiy qilganligini yoki cho'ng bo'lganligini, aql parasat topganimizni yoki xatolik o'tkazib qo'yganligimizni, pul topganimizni yoki namrat bo'lib ketganimizni buni bilamiz deydi. Ammo bilolmaydiganimiz keyingi hayotimiz, keyingi qolib qolgan hayotimiz, ya'ni vaqtning o'tishiga ergashib bizning ba'zi orzularimiz o'zgarishi mumkin, maqsadimiz o'zgarishi mumkin, xiyolimiz o'zgarishi mumkin. Ya'ni nurg'un narsa hayotda o'zgaradi. Shuning uchun biz pul muomalaga kelgan vaqtda pul muomala bozoridami, paychika bozoridami davolg'ish bo'ladi. Buni ko'z tutishimiz kerak. Har holda ikkinchi bir planimiz bo'lishi kerak. Ya'ni hayotdagi ishlar hamisha o'ylaganimizdek, planlaganimizdek bo'lmaydiganligini ko'z tutishimiz kerak deb bu Daniel Gilbertning bir gapini aytdi. Hayotimizning ma'lum bosqichida biz o'zgaramiz, ba'zi qarorlarimizni o'zgarishga to'g'ri keladi deb. Masalan, o'ttir yosh yoki yoshlik mazgiliga kelgan vaqtda o'smir chog'larimizda qo'llarimizni chektirib olgan, so'yganimizning ismini yoki kaptani qo'limizga chektirib olgan, uni tattu deymizmi? Gul belgisi yoki burkut shurqa belgisi bularni biz qo'limizdan chiqarib o'tishni o'ylaymiz deydi. O'ttir yoshga kelgan vaqtda qaraydigan bo'lsak, ba'zi yosh bolalar to'y qilishga oldirash, ammo o'ttir yoshga kelib o'tib ma'lum yoshga kelgan vaqtda ba'zilar ajrashishdan qo'yg'ishadi deydi. Yashangan vaqtga kelgan vaqtda o'ttir yosh vaqtida qo'g'lashgan, erishgan narsani qo'ldan chiqarishni, yo'qotishni xohlaydigan bo'lib qoldi deydi. Demak, hayot ashundoq.
hamma narsa o'zgaraydi. Hatto bizning o'y, xiyolimiz, masala tutgan ko'z qarashimiz ham o'zgaraydi. Ashundaq pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Mundaq bir oshqun qimmatni qo'g'lashmasligimiz kerak deydi. Ya'ni nima desa, azroq pulga ishlab qo'yib qanoatchan bo'lib, keyingi hayotni o'ylamay, pul yig'maydigan ahvolni qo'g'lashmasligimiz kerak deydi. Ya'ni elaqa qaynoq suv iç, qo'sig'ing tech deb manda o'lsak bo'lmaydi deydi. Ya'ni deyilmagan nurg'un gap bu yerda. Tirishimiz kerak, tepishimiz kerak. Shunami hayotningki ijtimoiy formulasi hamma yerda o'xshash. İşlemisak pul kelmaydi. Pul bo'lmagandan keyin iste'mol az bo'ladi. Shunami ananikin pul bo'lmagandan keyin, kirim bo'lmagandan keyin amonat qo'yolmaymiz. Amonat qo'yolmagandan keyin mablag' soladigan pul bo'lmaydi. Tijorat qiladigan rasmiy bo'lmaydi. Shun bu xil narsani qo'llashmasligimiz kerak. Yani oddiy turmush bilan, oddiy turmush qo'llashib, tirishmaydigan, pul topmaydigan ishni qilmasligimiz kerak, qilish kerak. Bu mu bir xil oshqun bir turmush usuli deydi, hayot yo'li deydi. Ya'ni tirishmayman deb, hozir vaqtdayning yoshlari tangping deb chiqib oldiga, lay down deb yetib oladigan. Unda bo'lmasi kerak deb, uningdan umidsizlik, tushkunlik buraydi. Ondan keyin yana bir xil ahvolni qo'llashmasligimiz kerak deydi. U nima degan vaqtda haddidan ziyoda xizmatga o'zini urib ketib, pulni mu tepang, ammo bak hashamatli qajlib o'tdim. Yetkazolmaydigan. Hayotimizda ba'zi odamlar bor, millionlab topdi bizning jamiyatimizda. Ammo ular cho'dsa pul muomala jihatda yana yetkazolmay yashaydi. Masalan, Amerikaning dangliq naqshisidan birisi Rihannaning ilingan bir misol va kitobning ma'lum bir yerda $100 million tapavat qilibdi, kirim qilibdi, naqsh etib. Ammo pul yetkazolmaydi ekan. Ya'ni pulini yetkazolmaydi. Nimishqa deganda o pulni yetkazolmasligini o'zininki pul muomala maslahatchisidan ko'rgan gap. Maslahatchi degan gap ki uning inkas qaytarib. Ba'zilar ayblaydi, sen $100 million pulni qanday buzib tashding deb. Buzib tashqani men emas. Bu haddidan ziyoda keraksiz narsalarni ilib, qimmat narsalarni ilib qilsa qanday pul oldi deydi. To'g'ri, albatta shunday. Ya'ni Warren Buffettning gapi bo'yicha aytgan vaqtda agar siz ehtiyojingiz bo'lmagan narsani odatda ilib olsangiz, gez kelgan vaqtda ehtiyojli narsani setib, jon beqishga to'g'ri keladigan ahvolga tushib qolasiz deydi. Ya'ni cho'nglarning, ish ko'rganlarning, ish bilarmanlarning mana shunday hayot tajribasi bor. Shunga bu odam deydi, ya'ni ikkinchisi shu haddidan ziyoda hashamatlikni qo'g'lashib, o'zini pul tepish bilan bo'lib ketdi. Pulni tepang, ammo topgan pulingiz hashamatli turmushingizni qamdashib ketadi. O'zingiz oxirida ma'lum vaqtdan keyin qarab, yoshligimni, o'ttir yoshligimni ishlab o'tkazibdiman deydigan pushaymon yeb qolasiz deydi. Buni misol bormi? Bor. Steve Jobsning gapi bor. Nima desa aslida sog'lomlik kitobini yaxshi o'qish kerak ekan. Sog'lomlik haqida men toza yaxshi o'qimabdiman. Butun ishliginim, bugun qiyginim eglik ishlashibdi, pul tepishibdi, ammo o'zimning badanimni asramabdiman. Ba'zi narsalarni bak qo'lishib ketmaslik kerak ekan. Ya'ni $330 soat bilan $3000 soatning ifodalanishini o'xshash vaqt ekan. Pul bilan dori darmak, yaxshi davolarni setib ola olasiz, lekin sog'lomlikni setib olmaydi ekansiz, og'riqingizni boshqalarga berolmaydi ekansiz pul to'lab. Ko'proq oilalar bilan birga bo'lish kerak deb shunday gaplarni degan bir so'zi bor. Men Steve Jobsning so'zlari deb shuni tarjima qilib o'qib qo'ydim kanalimda. Anglab baxsan oldu. Balkim Steve Jobsning puli bakcha qulab ketgandan keyin oxirida og'rib sakrat tushib ketgan vaqtda degan gapdir. Ya demak, bu odamning oxirida hayotining oxir qismida qarab turib, keyniga qarab turib, muayyan pushaymonlarni degan gap. Kitobning deydigan nima desa, biz shundaq pushaymonlarni yeb qolmayli. Yoki qaynoq suv ichib ko'ngling tinch deb tirishmay, normal yashab, anda bo'lmayli, tirishayli, topayli, keyingimizni o'ylayli, amalimiz ko'proq omonat qo'yayli. Ondan keyin yana bir jihatdan aytgan vaqtda haddidan ziyoda o'zimizni bir ishlarga urib, hashamatlik yashashga, boshqalar nima deydiki deb, boshqalar manda desin deb pul xajlab o'zimizni bak o'pirib o'tmayli deydi. O'tganda bizning shtabda biraylarning uy 5 millionga yaraydi ekan. Harvardda ishlab ekan, bir shirkatni qurib ekan, lekin nurg'un qarzga bog'lab ketibdi ekan. Shu o'zininki chiroyli
ailesini vayron qilyapti-da, shu ayolni, qizni etib qo'ydi, o'zini o'ldirib oldi. Sabab nima desa, haqning ko'zida bu boy ko'rinmoqchi ekan, hashamatli ko'rinmoqchi ekan. 4 milyon dollarni nurg'un odam hayoti topolmaydi. Demak, mana bu xil oshqulliqdan saqlanish kerak demaydi. Yana bu yerda nihoyat to'g'ri bo'lgan psixologiya bo'lish kerak. Mana psixika kelgan odamning ro'yi kayfiyati, ro'yi sog'lomligiga munosabatli ilm. Bilami? Shunga shu nuqtadan vaqtda pulga kelgan vaqtda to'g'ri bo'lgan bir psixik qarash bo'lish kerak. Nurg'un narsa o'zgaraydi, bizning ko'z qarashlarimiz o'zgaraydi. Tirishayli, tapayli. Anandan keyin o'zimizni atrofdagilarni tushunayli. Tapgan pulimizni omonat qo'yayli, yig'ayli. Naytı kallamizni ishlatib turib, to'g'ri qaror chiqarib, mablag' masalayli degan shunday tavsiyalar bo'pti. Buni ko'pchilikka bir deb qo'ydim, chunki pulning psixologiyasi degan kitobni hozir so'zlab kelyapman, bu texnik tugimidi. Yana 6 bobba. Eng oxirida avtorning qilgan bir tavsiyasi bor. Men o tavsiyani to'g'ri ko'rdim, qarasam ben bir 2 yil burun shu tavsiyadek yo'lni tutib menib ekanman. Herhalde bu ishni to'g'ri qildim. Men o'zimcha to'g'ri deb qaragan bu ishni ko'pchilikka deb berdim. Ko'pchilik shuni qilg'ay. Bu kitobning oxirini so'zlab bo'lgan vaqtda o tavsiyaning nima ekanligini ko'pchilikka deb beraman. Hozir emas. Masala qadam-qadam so'zlab kelim. Xo'sh. Endi yaqindan buyon shu 3-ayning 13-kunigacha, martning 13-kunigacha Amerikaning paycheki bozoriga 60 milliard dollar pul, 60 milliard dollar pul yig'ib kirdi. Pul muomala bozoriga. Bu nimani tushuntirdi desa, mablag' saqchilarning Amerikaning iqtisodiga nisbatan umidvor qarayotganligining belgisi. Hatta shipirlik pul hozir 2.5 trilyon pul yig'ib kirdi shipirlik pulga. Bu dunyoviy bozor. Buni dunyoning hamma yeridan ola oladi. Hamma yerda shu Apple bo'lsa ola oladi. Ama Amerikaning pul cheki, paycheki, ya'ni pul muomala bozoriga, aksiya bozoriga qisqa vaqtning ichida 60 milliard pul yig'ib kirdi. Bunun sabab Amerikaning iqtisodiy mush yilda, ya'ni yaxshi bo'ladi demoqchi. Deb qarashda bo'ladi. Ya'ni dehqonlarda bo'lsa, samanlarga hisob qo'ying. Men o'tgan hafta bir mablag'chilik shirkatining baş maslahatchisi, Chief Investment Officer deb qo'ydi. Paul Diet Rich'ninki bir nemisini deb berdim. Yani bu yıl 6-cı Amerikaning iqtisodiy SP 500 hamma narsa 40-50% tushib ketdi degan gapni nima qildi. O'xshash masala nisbatan kishilarga o'xshamagan qarash va chunki ularning masalani chiqish nuqtasi, masalani kuzatishning chiqish nuqtasi o'xshamaydi. Masalani kuzatish nuqtasi o'xshamaydi. Shunday bo'lgandan keyin o'xshamagan xulosaga keldi. Masalan, bir dona tuxumni biz ko'zitib, mana shakli nimaga o'xshaydi desak, ba'zilar nolga o'xshaydi deyish mumkin, ba'zilar tuxumga o'xshaydi deyish mumkin, ba'zilar jildimakqa o'xshaydi ekan deyish mumkin, ba'zilar yana bir nimaga o'xshaydi deyish mumkin. Ya'ni kishilar o'zining o'ylig'ini o'ncha deb boqadi. Endi iqtisodshunoslar yoki pul muomala maslahatchilarmi ma'lum qarashlarni o'tirib qo'ygan vaqtda ular tarixga, pul muomala bozorining tarixiga, paycheki, aksiya bozoridagi bahoninki, qaysimiliklarning tavrinishiga qarab turib, ma'lum narsalarni deb boqadi. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar anglab qo'ygulik buni. Bu gaplarni anglab qo'ygulik. Men pul muomala mablag' silash degan kitobimda an'anaviy bozorlar to'g'risida so'zlagan, tovarlar bozori yo'q, dehqon bozoridan tortib so'zlaganman. Kichik chog'larimda atish tugagan bozorlarni. Anandan keyin o'zi pul muomala bozorini so'zlagan, pul muomala mahsulotlarning turlari, alayliklari, kishilarning imishqa setib oladi deganlarni so'zlagan. Anandan keyin shipirlik pul to'g'risida, masalan, Bitcoin to'g'risida buni yuz berishning yoki maydon kelishning tarixiy arxa ko'rinishi to'g'ri so'zlagan. Mana 2009-yili barliq kelgan, 2008-2009-yili barliq kelgan shipirlikning otisi Bitcoin. Ala mushkullar kelgan vaqtda bahsi 70 necha mingga chiqib hozir tushdi, hozir 60 necha ming. Bitcoinning bahsi o'rilgan vaqtda barliq asosan degidek shipirlik pul bozorini so'rab menyapti. Tushgan vaqtda tushyapti.
Şuna bu bazalanımı yaxşı düşünüş gerek. Bu bazalanımı yaxşı düşünüş gerek. Çünkü texnikinin keyni de, yani gözünüşünün keyni xasaq, bazadın mənfəətli beyip ketkenler, eğer kemter adam bolsa, yaxşı açgöz adam bulab qalsa çataq. Yani beyyanmağanlar, özünə iqtisadiyyatı yaxşı qılamağanlar, şula yoki shularninki qol ostidagi şirketlarga bağlanışlıq bo'lib qoladi. Dedim ki, dünyada eng esil ish odamlarning o'zi bo'lib yashash erkinligi. Bu xil erkinlik yana zulmga o'xshash, yo'qsizlik, namratlik, bilimsizlik bularni bir kishan, bularni pachaqlab tashlash kerak. Bularni pachaqlab tashlash kerak. Buning uchun tirishish kerak. Tevekkül qilish kerak, ama haddidan ziyada tevekkül qilish olmaydi. Hammani doğru tikib etish olmaydi. Bu desam ba'zilar ximamiki deb o'ylab qoldi. Undaq emas. Hammani mablag' qilib sevib etishga bo'lmaydi demakchi. Ya'ni keynimizga yo'l qoldirib qo'yishimiz kerak. Favqulodda ahvol ostida qanday qilishimiz kerak degan o'xshash. Xo'sh. Endi shu pul muomala bozorida hozir hech narsa jiq pul eqib kirdi. Sabab nima? Amerikaning iqtisodiga nisbatan kishilarda qarash yaxshi. Pul pahalılığı 4%'den töven, işsizlik nisbeti 4%'den töven. Emgek bazarı yaxşı, yani emgek bazarda 2022 yıl 3. aydan başlap ta ki ötken yıl 7. aygacha Amerikanınki Merkezi Bankası ösümünü 11 qatım östedi. Qısqa vaqtdan içinde jiq östedi. Şundaq bolşa qarmay Amerikada pul pahalılığı tövelledi ama işsizlik nisbeti aşmadı. Yani iqtisad nayt yumşaq qondi degenge uzun bir boranchap qulluq hava klimatıdı mı? Yaxşı qonalıdı deyinge. 2022 yıl paycık bazardaki yoktu şu men 20% bolgan bolsa 2023 yılı haqla o pullarını tepip aldı deyinge. Hem hazır 2024 yılı için imdap qarab oturdu degan vaqtda 2024 yılı Amerikanın iqtisadi yaxshilab oturdu degan gap. Bu yana pul muomala bozoriga nurg'un mablag'ni tartib berdi. Yani kishilar ümid var qaragan, ümid bar narsaga mablag' soladi. Tushunami? Hem Amerikanın Merkezi Bankası ötken çarşamba günü yig'in ochgan vaqtda dediki, ösümni hozir o'stirmaymiz deb, ösüm tushamaymiz deb. Çünkü pul pahalılığı yanılam 2%'dan yuqori. Ularning nishon pul pahalılığını 2%'dan töven qilish nishonidan yuqori. 3.13%, 3.12%. Şuna nispeten pul muomala bozori nispeten nima var desa biraz tinchlik var. Undaq qilamdiki degandiklar odamni ikkilantirib qo'ydi, mablag' soqchilarni ikkilantirib qo'ydi. Qaragan chaqda mushu yilning oxirigacha Markaziy banka o'simni 3 qatim kesilgandek o'xshaydi. Har bir qatim 0.25%. Yani bu yıl 3 qatim kesse 0.75% kesildi o. 5.3%'dan 4.6%ga tushdi degan gap. Bu nimadan derak berdi degan vaqtda bu Markaziy banka o'simni kesse kishilar kredit kartdan ishlatadi, uni qarz, uy oladi, mashina oladi shuni ama tijorat qilish uchun qarz oldi. Bularning hammasi tövellaydi degan gap. Ya'ni Merkezi banka bermaydi o qarzni, har qaysi savdo mablag' shirkatlari, qaysi banklardan oladi, shularga aloqa qilgan. O'xshash bozorda o'xshamagan banka o'xshamagan o'simni berdi kishilarga. Masalan, uy mulk uchun qarz olaman desa, mortgage olaman desa, mashina uchun qarz olaman desa. O'xshash bozorda. Birisi 30 yillik qarz olsam men 6%dan beraman desa, birisi 6.125%dan beraman deydi, yana birisi 5.95%dan beraman deydi. Az to'la farq bo'ladi. O'xshash bozorda. Xuddi bozorga chiqsaqmi, tovarlar bozoriga chiqsaqmi, o'xshash tovarni o'xshamagan odamdan o'xshamagan baho deb qolgan o'xshash ish bu. Shunga bularni bilish kerak. Shunga Amerikaningki iqtisodi hozir yaxshi. Bütün sanatlashgan davlatlarning ichida, dunyodagi davlatlarning ichida Amerikaning iqtisodi yaxshi. Oldiga surib mengyotidu. Chunki shu cho'ng texnik shirkatlari dunyoning hamma yeriga asosan yeyilib ketdi bularning mahsulotlari. Bu nurg'un
Şu SP500 deyimiz, yoki bo'lmasa Nasdaq deyimiz, shu pay cheki ko'rsatkichlarning ichidagi shu cho'ng shirkatlarning bir nechasining pay ko'tarilsa, shu ko'rsatkichni ko'tarayotgan gap. 2025-yil qanday bo'ladi? Onunğa yani bir demek təsir. Nurgun nəslə təsir göstərdi. Vakil matidagi özgürüş, ma'lum bir tabiiy afat, yoki bir geopolitical, coğrafiyaviy, siyosiy to'qinish, coğrafiyaviy to'qinish deganimizda qo'shni davlatlarning, masalan, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilgandagidek yoki dengiz bo'yi rayonlarida to'qinishning kelib chiqishi, siyosiy jihatdagi ixtiloflar tufaylidan ma'lum yerlar ziddiyatlarning o'tkazilib ketishi degandek ishlar bununla ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunun birini deyolmaymiz, ammo bir narsa aniq bo'lish kerakki, shaxs sifatida dunyoning qayerda bo'lsak, yotqinimizga qarta putuz top bak hashamdarlik qilmay, amal va shu yashayotgan davlatning baj siyosati, pul muomala siyosati, ya'ni pul muomala bozorini tushunib, anandikin amal bo'lsa, iqtidorimizda bo'lsa, öy aladigan, vaqtning o'tishiga ergashib qimmat yo'qaydigan emas, vaqtning o'tishiga ergashib qimmat oshadigan mulklarni olib qo'yganimiz yaxshi deyman. Xo'sh, bu yerda öy mulkning gapini qilib qoldim. Endi ma'vu o'sim nisbini kesgan vaqtda nima ishlar yuz berishi mumkin degan vaqt. Amerikaning bozorida nima ishlar yuz berishi mumkin desak, bir tarafdan uyalimiz deydigan odamlar chiqiydi. Chunki pul qarz ilishning, pulning bahsi arzonlaydi, tuvallaydi. Bunday qilgandan keyin arzon narsani kishilar jiqroq og'iz keladi, ko'proq qarz og'iz keladi. Shart to'shlar qarz oladi, uyalimiz deydigan odam chiqiydi. Yana bir tarafdan o'sim nisbati mortgage tushgan vaqtda ba'zi kishilar uyini sotib o'tishi mumkin. Ya'ni to'van o'simda ba'zi odamlar 2019-yilda, 2020-yilda uy olgan odamlar to'van o'sim bilan 3%lik o'sim bilan hozir uyini sotmadi. Nimishqa o'tgan dedik-ku, Amerika uy bozoridagi qisliqning birisi uyini sotaman deydigan odamlar oz deb. Chunki o'sim yuqori. Bunda chaqda men uyini sotib olsam, azroq foydani deb, men keyin uy olaman desam, yuqori qarzda elishimga to'g'ri kelgan deb bunda hisoblaydigan gap, o'ylaydigan gap. Endi bu o'sim tushsa, mortgage rate yani uy olgan qarzning o'sim nisbati tushsa, bular uyning bahsi hozir tadrijiy ish burunqidek emas, ya'ni yuqori. Bular setib o'tib, u uyni setib o'tib, to'varak, ya'ni baribir o'sim to'varak bo'lgandan keyin boshqa uylarni elish mumkin. Shu uy mulk bozorida satimiz deydigan uylarning, ya'ni ikkinchi qo'l uylarning sonininki ko'payish ehtimolligi bor. Anandan keyin yana birisi yaqinda Amerikaningki uy mulk birlashmasi jamiyati uy setib olgan chog'da uy sotgan odamning uyning setilish bahsining 5 yoki 6%ni uy setib olgan odamlarga bidik deb qo'yamiz bizning tilimizda. Uy bidiklariga beradigan haqni tövallatish, qoldirib o'tish haqida yana bir ishlar bo'layotdi. Ya'ni yuz beribdi. Agar shunday bo'lsa, uy sotishga nisbatan uy setishning tannarxi to'varak bo'lgan bo'ladi. Bu bir qism odamlarning uy setishga nisbatan rag'bat berish mumkin. Siz masalan 1 million uyingizni 1 million satsangiz, burungi koni formulada, koni qoidada $60,000 pulni uy setib olgan odamga beradingiz. Ağaç olan uy satqıcınınki ikkisi kelishib, yerimni bo'lsa har biriga $30,000 keladi. Tushunami? Endi bu bo'lmagandan keyin uy satqıchiga nisbatan bu yaxshi bir insentiv, ya'ni rag'bat bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi rag'bat bo'lishi mumkin. Bu hamda baribir bunaqadek nima qilmaydi ekanman. Haliqi uy setpagan pul bermaydi ekanman yoki nayt oz berdi ekanman. Ba'zi odamlar yana hozir mana tor orqali o'ziniki uylarni chiqarib sotadigan ishlarmi bo'lib ketyapti. Buningdagi yuzlanish, bundan keyingi yuzlanish mushunga berish mumkin. Ya'ni texnikaning taraqqiyotiga ergashib, mushu xil o'yimlik sohasidagi qoida-qonunlarning o'zgarishiga, tuzatilishiga ergashib yoki amaldan qilishiga yoki yengilishiga ergashib, o'yimlik sohasida uy bediklarining siqib chiqarilishi, aziyishi yoki bo'lmasa tijoratning modelining yengilish ehtimolligi bor.
Şuna öy alımız yoki öy alaymiki deb o'ylayotgan odamlar birinchisi o'simning kesilishiga diqqat qilish kerak. Ikkinchisi Biden hukumati ba'zi shtatlar odamlarning öy makonsiz qilishining oldini olish uchun muayyan siyosatlarni belgilayotdi. Bunga diqqat qilish kerak. Ya'ni hukumat bir xil o'ylarni silib to'varak bahada setib beradigan. Bunga diqqat qilish kerak. Buni deb qo'yim keldi. Shipirliq pul masalasida ortiq gap qilmay, Solana o'sib 200 ni ishib ketdi. Hozir tushdi, lekin 200 ni ishib ketdi. Solanani ayni chaqda ep qo'yib, masalan 60 dan ag'anli va 80 dan ag'anli va 8 dan ag'anli va tutib turganlar uning mevasini ko'rdi degan gap. Bundan boshqa ortiq gap qilmay, shunday bo'lsa rahmat sizlarga.